Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilar. Mana bugun biz mana shunday zanjirlarni video syomkasini boshladik. Ko'rib turganlaringizdek, zanjirlarimiz har xil razmerlarda tayyorlab qo'yilgan. Hozir mana o'zimiz mana shu simlardan tayyorlangan zanjirlarni ko'rsatib o'tamiz. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Jasurbek, qani bir mana shu Jasur akamiz hozir polni mana shu zanjirlarni o'zlari yasaydilar. Aka, bir ko'rsatib tushuntirib bersangiz. Mana bu zanjirlar qanday turlari bor? Qalinliklari qanday aka? Qulayliklari? Shular to'g'risida bir savol javob qilsak aka mana. Zanjirlarimiz asosan hozir mollarga olishyapti. Shox zanjirimiz bor, 2 metrligimiz bor, 1.40, bo'yin zanjirlarimiz bor. Bo'yni bilan ikkita tomonga tortib qo'yadigan zanjirlarimiz bor. Hozircha bu simimizni qalinligini aytadigan bo'lsak, bu 6 lik deyiladi. 6 lik razmerda simini qalinligi. Buramalari ham baquvvatidan qo'yilgan. Bu shox zanjirmi? Bu shox zanjirimiz bu. Buni keyin metda mana 2 metrlik zanjirlarimiz bor. Shox zanjirni narxi nech pul? Narxi qiziq. Shox zanjirlarning narxini bu 1 metrlik bo'ladi. Buni 10 ming so'm beryapmiz. Buni 10 ming so'mdan beryapsiz. 10 ming so'mdan beryapmiz. Optim narxlarga. Optim narxlarda. Donaga ham, ob'yomga ham bor, qancha bo'lsa. Keyin buni baquvvatligiga keladigan bo'lsak, bu kontajniy bo'ladi. Xitoy texnologiyasi asosida ishlab chiqaramiz. Svarka emas, 200 gradusda yopishtiriladi bu. Qizdirib yopishtirilgan. Qizdirib yopishtiriladi. Buni hozir shox zanjirni bu yerda katta kichigi ham bormi yo bir xil variant razmerdami bu? Bu hozir zakasimiz 1 metrligiga tushgan. O'sha klientni nimasiga qarab, talabiga qarab tayyorlab beraveramiz. Buni assortimentlari bor. Xohlagan nimasida tayyorlab beraveramiz. Klientimizning xohishlari, istaklariga qarab. Ha, bu hozir murvati kattasi. Buni murvati maydaroq varianti ham bormi? Maydaroq variantlari ham bor mana bu yerda. Mana shox zanjirimiz. Bu nech pul maydasi? Bunisini 8 ming so'm beryapmiz. Bu 85 sm bo'ladi. Muruvvati. 85. Uzunligi. Uzunligi. Buramasidan boshlab uchidan ilgagigacha. Buni simini qalinligi nechi razmeri? Buni simini qalinligi ham 6 lik bo'ladi. 6 lik. 6 lik simdan yasalgan. Xo'p, qolgan zanjirlarni tushuntirib bering. Mana uzun zanjir deyapmiz hozir. Mana shu uzun zanjirimiz bu qanaqa nech pul bo'ladi bu? Xo'sh, bu 2 metrlik bo'ladi. Bitta uchiga kalso qo'yilgan bo'ladi, bitta uchiga muruvvat qo'yilgan bo'ladi. Muruvvati ham uniki baquvvat. Zakasini o'qib chiqarib berganmiz. Buni narxi nech pul? Buni narxini 20 ming so'm beryapmiz. 20 ming so'm beryapsiz. Agar ob'yomga bo'ladigan bo'lsa, yana ham kelishtirib beramiz. Kelishadigan joyi bor. Bor. Kelishadigan joyi bor. Aziz obunachilar, mana ko'rib turganlaringizdek. Mana bu zanjirimiz qanaqa zanjir? O'rtada bitta turibdi. Mana bu zanjirimiz bu yog'i molni bo'yniga o'tadi. 4 xil razmerlari bor. Katta kichik bo'laveradi. Katta kichik bo'ladi. Xudo xolasa, klientlarimiz aytishyapti. Mana shuni bergan klientlarimiz, olishgan klientlar 1,5 tonna, 1 tonnagacha tushyapti deyishyapti, bo'yin tomoni. Bo'yin tomoni. Bu tomoni bor. O'sha nimaga? Turbaga bog'lab qo'yishgan. Turbaga bo'ylab ikkita tomonga tortib qo'yishadi mana. Qulayligi. Bu o'sha ustuni 76 lik nimagacha tushaveradi. Turbagacha. Kattaligigacha. Xo'p, buni narxi nech pul endi? Xo'sh, buni narxini Optimga 45 ming so'm qilib beramiz. Donasini. Donasini 45 ming so'm qilib beramiz. Donasi Optimga 45 ming so'm. Muruvvatlari baquvvat bo'ladi. Agar nima bo'lsa, zakas aytsa, bundan ham baquvvat qilib beraveramiz muruvvatni. Xo'p, hozir mana yerda oq zanjir ko'rinyapti bir dona. Bu nima? Qanaqa narsaga ishlatiladi? Xo'sh, bu oq zanjirimiz bo'yalgan, o'sha Xitoyda bo'yaq zanjirlariga o'xshatib qilingan. Bu mishok zanjir deyiladi. Mishok zanjiri, bu 4 ta ekanda. 4 ta. Bu mishokka qo'yiladi. 4 ta tomoniga karabin bilan nima qilib qo'yiladi? Bog'lab qo'yiladi. Bog'lab qo'yiladi. Buni narxi nech pul? Xo'sh, buni narxini 20 ming so'm qilib beramiz Optimga. Buni? Hozir sizda mishokda ham yana boshqa narsa bor ekan. Shuni ham bir mishok tariqasida ko'rsatib o'tingchi. Mishokka tegishli narsa degandingiz-ku buni.
Bu ham shu boks qoplarga, mishogimizga tushiradi. Xo'p, bu nechi pul? Xo'sh, buni 25 ming so'm beryapmiz buni. Donasi 25 ming so'mdan. Ha, Bu donasi mana shu 25 ming zanjirda so'mdan. ilgagimi? Ilib turadigan joyimi? Ha, bu zanjirli varianti, Aha. bu simli varianti. Simli variant. Ha. Ikkovi ham mishokka ishlatiladi. Ikkovi ham mishokka ishlatiladi. Ana sport anjomlar, do'konlar ko'pchilik bizdan mana shu narsani so'rashgan. Mana akamiz o'zlari yasaydilar. Nechta kerak bo'lsa bemalol telefon qilib murojaat qilsanglar yasab beraverishadi. Aka, endi boshqa narsalar. Bu tomondagi zanjirlar qanaqa mana ular? Xo'sh, bu tomonda zanjirlarimiz ham Bular hozir alohida turibdi. Shunga bir qiziqyapmiz. Bular qanaqa ekan? bu zanjirimiz ham shoh zanjir. Bu ham Faqat shoh zanjir. buni muruvvati yo'q buni. Ha, buni muruvvati yo'q. Yo'q, buni muruvvati yo'q. Bu nechi pul ekan? Xo'sh, bunisini 8 ming so'm qilib beryapmiz. Muruvvati yo'g'i. Bu ham 1 metr bo'ladi, faqat Uzunligi 1 metr. uzunligi 1 metr, muruvvati yo'q buni. Zakasimiz mana shunaqa tushgan. Bu zanjirlarni hozir ko'ryapmiz, mana bittasi oq rangda, bittasi qora rangda. Sariq ranglarga ham bo'yab berasizlarmi? Obunachilar shuna savollar bilan ham bog'lanishadi-da. Ha, sariq rangga ham bo'yab beraman. Oq Ranglari bilan farqi yo'q. ha, rangini Klientni farqi yo'q. didiga qarab, aytgan Ha. rangini qilib beraverasizlar. Qilib beraveramiz. Mana Qo'ldan hozir ko'rib kelgancha turibmiz, mana bu narsamiz chiroyli. qora rangda, bunisi oq rangda, bunisi yaltiroq rangda ekan. Shunga aytayapmanki, sariq ranglarda ham chiqarib beraverasizlar-a? Chiqarib beraveramiz. Qo'lingizdagi zanjir qanaqa zanjir? Bu qo'limizdagi zanjir molni bo'ynini o'ziga. Bo'yniga. Ha. Bu nechi pul turadi? Xo'sh, buni 15 ming so'm beryapmiz. 15 ming so'm donasi. Donasini 15 ming so'm. Bu ham o'sha 3 ta halqasi bor. Regrovka bo'ladi. Katta kichik bo'laveradi. Molni o'sha katta kichikligiga qarab turib, razmerlari bor. Qo'yib qo'yilaveradi. Endi hozir orqangizdagi zanjirlar qanaqa zanjirlar bular? Mana bu yerda uzun zanjirlar turibdi. Bular ham o'sha 2 metrlik zanjirlarimiz bular ham. Xo'p, Bular ham 2 metrlik. buni narxi nechi pul? Xo'sh, buni narxini shu 20 ming so'm qilib beryapmiz-da. 20 ming so'm. 20 ming so'mdan arzonroq variantlari ham bormi? Ingichkaroq variant. Hamma ham qalin zanjir olavermaydi-da. Ingichkaroq variantlari bor, lekin hozir bu yerda ko'rsatgani yo'q. Lekin bor. Buni narxi nechi pul bo'ladi? Bundan ingichkasi. Uni narxini 17 ming so'm qilib beramiz. Simi qalinligi 5 lik bo'ladi. Xo'p. Muruvvatlari bundan sal kichikroq bo'ladi, o'ziga yarasha bo'ladi. Uni narxini o'sha 17 ming so'm qilib beramiz. Simi 17 5 lik mingdan. bo'ladi, Hozir mana orqangizdagicha ular zanjirlar. Ular ham hammasi bir xilmi? Bular ham hammasi bir xil. Hozir Hammasi bir xil. assortimentimiz mana shu. Mana shu. Endi klientlarning xohishiga qarab, nimasiga qarab, istagiga qarab yana aytsalar, xohlagan razmerlarida, xohlagan shakllarda, ko'rinishlarda chiqarib Hozir bu beraveramiz. qopdagilar chetga chiqishganmi bular? Ha, bular chetga. Mana klientlari mana zakaz qilgan, misol siz ham zanjir zakaz qilsangiz, mana shunday qoplab chiqarib yuborishadi. Endi sizga savolki, O'zbekiston bo'ylab 12 ta viloyatga dastavka xizmati bormi? Chunki bizni ijtimoiy tarmoq orqali har xil joylar, uzoq yo'llardan ko'rishadi, qo'shni davlatlardan ko'rishadi. Shular dastavkalar qanday bo'ladi? Dastavkalarimiz 12 ta viloyatga mashinalar bor, xudo xolasa, narxlarni kelishtirib chiqarib beraverasiz. Muammosi yo'q. Muammosi yo'q. Donaga ham, obyomga ham bor. Nimagachi? Qo'shni davlatlarda. Qo'shni davlatlarga ham kargolarimiz bor. Kargodan chiqaraverasiz. Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston, hozircha mana shunda ham ko'p mazu, oz-ozdan bo'lsa ham chiqarib turibmiz. Bu yukimiz qayerga chiqyapti mana bu zakazlar? Xo'sh, bu yukimiz mana shu yerda turgan hamma yukimiz Xorazmga chiqib ketadi. Bitta klientimiz aytishgan, Xorazmga. Aziz obunachilar, bizning manzil vodiyda joylashgan. Vodiy qayerda edi? Farg'ona viloyati, Uchko'prik tuman, Beshkapa qishloq. Beshkapa qishlog'ida. Ha. Mana hozir Xorazmga dedingizmi mana bu yuklarni? Ha, bular hammasi Xorazmga chiqib ketadi. Shu Muruvvatlar ham bor. Mana ko'rib turganlaringizdek, boya yuqorida aytib o'tganimdek, mana shunday sariq ranglarda ham qilib berishadi. Xohlagan razmerlaringda, xohlagan narsani qilib berishadi. Mana ko'rib turibsizlar. Endi biz hozir bu assortimentni 3 dan 1 qismini ko'rsatdik. Videoda xato kamchiliklari bo'lgan bo'lsa uzr so'rab qolamiz. Bemalol ekranda yozib qoldirilgan telefon raqamlariga murojaat qilaverasizlar. Mana shunday zanjirlarni akamiz o'zlari qo'l mehnati, o'zlari tayyorlashadilar. Zakaz ham qabul qilishadi. Bizni kuzatishda davom eting. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.